Dunyodagi eng shirin bir shoftollar bir turiga kiradi. Solgan mevalariga bittadan baho berib qo'yinglar. Juda ham chiroyli holatda. Ideal holatda turibdi mana. Sort anjir shoftoli. Tagligi GF Padvoyda. Sorti Platinum. Kalibri qo'lim yetmayapti, hali yaxshi. Solgan mevalariga bittadan baho berib qo'yasizlar. Juda ham chiroyli. O'zbekistonda eng shirin shoftollardan biriga kiradi. Buni yarqirab turishini qarang. Issiqda yorilib ketadi. Ko'pchilik kommentariyalarda doimiy shu fikrlab bo'lgan. O'tgan yil video qo'yganimda shoftolingiz issiqda yorilib ketadi. Boshqa bu masalalar har xil savol javoblar bo'lgan. Juda ham chiroyli holatda turibdi mana. Hammasi misol uchun yorilib ketgani yo'q. Hozirgi kundagi narxlari 65 ming, 70 ming so'm sotilyapti. Chunki bu juda ham shirin shoftollardan biriga kiradi. Bismillahirrohmanirrohim. Ichki tuzilishi, qattiqligi hali 80-85 50 ga tushgan tuzamiz buni ham. Bir 5-iyunlarga borib qolamiz shekilli. Chunki iqlim issiq bo'lyapti, juda ham tez pishib ketishiga ishonchim komil. Daraxt o'layotgan holatida ham juda ham ko'p meva oladi. To'g'ri, kalibri kilosiz o'ylagan darajada ko'p bermasligi mumkin, lekin meva sifat bo'yicha, turish bo'yicha juda ham shirin shoftoli. O'ta ham bitta yegan odam yayraydi. Misol uchun o'zingiz xonadoningizga ekmoqchi bo'lsangiz, tutib ekib qo'ysangiz, yo'g'on tutib ekib qo'ysangiz, juda ham shirin. O'ta ham shirin mahsulot. Ekishlarni tavsiya qilaman. Xonadonlaringga bog' qilishlaring ham mumkin. Misol uchun zo'r bo'ladi. Zo'r chiqadi. Mevani qaranglar. Ideal holatda turibdi. Hammasi. Mana mevani qaranglar. Juda ham chiroyli holatda. 2025-yil, bugun 2-iyun. Soatimiz millari 4:30-5 turyapti. Bu yerda uzum jarayoni ko'p bo'lyapti, o'shaning uchun sizlarga ozgina-ozginadan lavhalar qo'yib bermoqchi bo'lyapman mana. Solgan mevalarni qaranglar. Daraxt yoshi 3 yosh. Padvoyligi uchun juda ham yaqin sxema ekilgan. Yorilib ketgani yo'q. Mana. Ishlar realniy quyoshda turibdi mana. Bargi ham yo'q. Shirinlik bo'yicha o'ta shirin. Yegan sari yegingiz keladi. Ularda har birida mevalar juda ham chiroyli holatda turibdi mana.
Agroboy vodiy uchun maxsus ishonchli ko'chatlari 99 kodi bilan 346 46 99 raqamiga bemalol bog'lanib turadi. Sen gapirolma.